Shuncha paytdan beri mazza qilib ishlab kelayotgan ekspertimiz Asel opa bilan suhbat qilamiz. Yoki ayollar tashlaydi. Men homiladormikinman, ko'rib bering. Qatnaq qilib ko'rib beraman. Qiziq, kommentariyada bir ayol kishi o'zlarini fikrini qoldirgan. Ventrikulomegalia, ventrikulodilatatsiya deymiz. Bu ayolning hayotida katta mashaqqatli hayot o'tgan bo'ladi-da. Bir xillarga aytsam, ichiga kengaygan desam, vohma qilishadi-da. Vohma qilish kerak emas, kuzatish kerak. Ko'ryapsizmi, mana shunaqa holatlarimiz ham bor-da, Behruz. Organizmingiz yaxshi восстановление qilish uchun eng kamida 1 yil. Bu ayoli ham o'zini zurriyotini dunyoga keltiradi. Albatta. O'shani tushunsa qani? Ayol kishida umuman yo'q demak. Yo'q, umuman emas. Keyingi podkastimizda ham nasib bo'lsa, qanaqa savolinglar Asel opamdan, qanaqa sizlar savol qiynayapti aziz do'stlar, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bugun dasturimizda hammamiz bilgan va shuncha paytdan beri mazza qilib ishlab kelayotgan ekspertimiz Asel opa bilan suhbat qilamiz. Har doimgidek. Asel opa qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyat yaxshimi? Shukr. O'zingiz qanaqasiz, Behruz? Rahmat, zo'r. O'zimsiz? Rahmat. Biza o'zi sразу mavzuga o'tamiz Asel opa. Keservadan keyin necha oyda homilador bo'lish normal, necha oyda normal emas? Хотя бы hech bo'lmaganda 1 yil o'tish kerak hisoblanadi organizm восстановление bo'lishi uchun. Organizmingiz yaxshi восстановление qilish uchun eng kamida 1 yil. O'zi aslida aytamiz, keservadan keyin 2 yildan, 3 yildan keyin ko'tarsa yana ham yaxshi. Lekin 1 yilda organizm o'zini восстановить qilib oladi. Keservadan keyin ham, oddiy tug'ruqdan keyin ham. Shunda ham chok holatiga qaraladi. Keserva bo'lganingizdan keyin chokingiz обязательно ko'rish kerak, qanaqa holatda. Agar sizda nishlar bo'ladigan bo'lsa, to'liq yaxshi tikilgan-u, lekin yaxshi bitmagan bo'lsa, unda o'shani holatiga qarab sizga aytiladi 3 yil, balki 4 yil, balki 2 yil. O'shanga qarab aytiladigan holat. Bu individual holat hisoblanadi. Agar 1 yildan oldinroq homilador bo'lib qolgan ayollarga nima maslahat berasiz? Yo'q, agar choki yaxshi bo'ladiganlar bor, Behruz. Hamma 100% 1 yilda bitadi degan gap yo'q. Hammaning terisi har xil. Mana masalan, oddiy yiqilgan ayollarni ko'ring yoki o'zingiz mana qo'lingizga kesib oldingiz, sizda 1 kunda bitishi mumkin. Menda 3 kunda bitishi mumkin. Tushunasiz, organizm o'zini individual holatiga qaraydi u yerda. 6 oyda ham choklari zo'r bo'lib ketma-ket tug'ayotgan ayollarimiz yo'q emas. Prosta u ayollar qiynalishadi. Shuning uchun hech bo'lmasa, восстановление bo'lishingiz uchun, o'sha tiklanishingiz uchun 1 yil kerak. O'shaning uchun 1 yil o'tkazishingiz kerak baribir. Zo'r. Birinchi farzandini keserva orqali dunyoga keltirgan ayollarimiz keyingi farzandini o'zi dunyoga keltirishi mumkinmi? Mumkin, nimaga mumkin emas? Chok holati yaxshi bo'lsa, chokingizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa, ayol o'zini yaxshi his qilayotgan bo'lsa, choklar javob bersa tug'ruqqa, albatta tug'sa bo'ladi. Boshqa ko'rsatmalar bo'lmasa, homila tomonlama yoki onani sog'lig'i tomonlama bo'lmasa, bemalol tug'sa bo'ladi albatta. Tug'sa bo'ladi demak. Bitta keserva bo'lgan holatda bu. Agar masalan ikkita keservadan keyin o'zim tug'aman deydigan bo'lsa, yo'q, unga ruxsat berilmaydi. Nimaga? Chunki bitta chok tushgan joydan kesmaymiz-da, keyingi safar kesganda uni tepasidan kesamiz. O'sha ikkita chok bo'libdi. Tushundingiz, ikkalasi baribir javob berishi qiyin. Juda ham qiyin. Bitta chok bo'lsa, unda восстановление osonroq bo'ladi, tiklanish osonroq. Zo'r. Keserva bilan farzandini dunyoga keltiradigan ayollarimiz necha marta farzandini dunyoga keltira oladi keserva orqali? 4 martagacha mumkin deb berilgan meditsinada, lekin hozirgi paytda 4 marta emas, 5 martada ham to'xtamayotgan ayollarimiz bor. Bor. Yaxshi normalniy tug'ayotgan ayollarimiz yo'q emas. Hozir menga hamma qarshi chiqib ketishi mumkin-da. 4 ta desam, yo'q, mana men 5-sini tug'dim, hammasi yaxshi deydigan ayollarimiz ham bor-da. Bu individual holat, boyagi holatda. Lekin 4 martada normal holatda ayollar o'sha to'xtatish kerak. Maksimum 4 marta. Chunki organizm baribir o'sha charchaydi 4 marta. Tasavvur qiling, qayta siz operatsiya bo'lyapsiz. Bu o'zi emas-da, keservaning o'zi ham og'irlik qiladi ayol kishi uchun. 4 marta yetadi. Zo'r. Mana o'tgan safargi relsimizda ham ko'p obunachilarimizga kommentariy yozishgan ayollarimiz homila suvini xiralash haqida gaplashdik aslida. Kommentariyada bir ayol kishi o'zlarini fikrini qoldirgan. Gripp bo'lsa homilaning suvi xiralashadimi? Yo'q. Yo qanaqadir infeksiya? Yo'q, qarang. Homilaning suvi xiralashmaydi. Homilaning suvida nima o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Masalan, gripp o'tkazdingiz yoki qanaqadir воспаление yoki torch infeksiyalar borda o'tkazdingiz, o'sha holatda homilada o'zgarishlar bo'ladi, bo'lmaydi emas. Nima bo'ladi? Suvingiz kamayishi mumkin. Suvi ko'payishi mumkin homila old suvlari va bolani bosh miyamizda suyuqlik bor o'zi. Suyuqligimiz ko'payishi mumkin normadan. Ventrikulomegalia, ventrikulodilatatsiya deymiz. O'sha oqibatlarini o'ylab qarasangiz, o'sha tagida ayollar o'sha virusli infeksiyalar o'tkazganligi turadi. Shu holatlar kuzatiladi, lekin suvi ifloslanish noto'g'ri narsa. Masalan, siz aytmoqman, shu ish jarayonimda suv ifloslangan ko'rganman, ko'rmaganman emas. O'sha aytdim o'sha videoda ham 30 haftada o'sha bitta ayolimizda gipoksiya bo'lgan holatda kelganlar, 3-daraja qon aylanishda buzilish
va bola уже hamma mышцалari attaniy просто mышцalar bo'shab ketdida, Aha. axlat chiqib ketgan. O'sha holatini ko'rganman haqiqatdan suvda. Bir martagina o'sha holat. Bir marta 30 haftada. Boshqasini ko'rmaganman. Bo'ladi, yana ayollarda ko'p bo'ladi mana shu savol. Suv toza deganda o'zingda, suv toza deganda, lekin men tug'dim, 2 kundan keyin tug'dim, misol uchun. Misol uchun aytyapman. Suvi yam-yashil ekan deydi. Bo'ladi bunaqa holat. Yam-yashil suv birinchidan biz ko'rmaymiz, ikkinchidan nima uchun shu yam-yashil bo'lib ketyapti? Homila tug'ilish paytida misol uchun o'stra gipoksiya boshlandi. Nimadan? Siz oddiy to'lg'oq bilan tug'ishga keldingiz, to'lg'oqlarning birida to'liq tug'olmadingiz, ya'ni to'liq homilani chiqarib bera olmadingiz va homilangiz ichingizda dimiqishni boshladi. Boyagi holat gipoksiya boshlanadi holatda. Boyagi aytgan holatim bunday bo'ladi-da. Gipoksiya boshlandi va suvi yomon bo'lishni boshladi. Sizga ginekologlar nima deymiz? Suvi iflos ekan deymiz, to'g'risi. Shunaqa holatda yotgan homilang deymiz. Vaholanki homilaning suvi o'sha paytda aynan gipoksiya bo'lgan holatida ifloslangan bo'ladi. Nuqsonli homila bo'lishiga viruslar sabab bo'lmaydi. Yo'q, bo'ladi. Nega bo'lmaydi? Sabab bo'ladi? Конечно. Xlamidия bor, masalan, qonda. Aha. Xlamidия bor. Albatta homilada qanaqadir nuqson kuzatish ehtimoli juda ham yuqori. Qanaqa nuqson? Masalan, yurakda biron bir klapanda o'zgarishlar yoki DMJP, DMPPda porok sertsalar kuzatilishi mumkin yoki boyaga aytganimdek bosh miyadagi suyuqlik normadan ko'payishi mumkin. U nimaga olib keladi? Sizda olib kelishi mumkin, gidrotsefaliyaga olib kelishi mumkin, ventrikulomegaliyaga olib kelishi mumkin va boshqa mana shunaqa holatlar kuzatilishi mumkin virusda, albatta. Kuzatilishi mumkin demak. Albatta. Bo'lajak tug'ilayotgan farzandiga nuqsonli homila sabab virus bo'lishi mumkin. Просто homilani o'limiga virus sabab bo'lmaydi. Tushunasizmi? Mana to'rch infeksiyasi bor ayolda. Boyaga har holatlar kuzatiladi-yu, homila tushib ketdi, tushyapti, vikidish bo'lyapti, qayta tushyapti. Sabab bo'lmaydi to'rch infeksiya. To'rch infeksiya faqat homilani biron bir ertaga kelajakda biron bir nuqson kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi aytgan holatlarimdek, masalan, poroklar bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin shunaqa holatlar. Lekin homilani vikidishga olib kelmaydi-da. Mana shu porok deganingizga hozir zo'r savol keldi. O'zimga ham juda qiziq. Ota-onadan nasldan naslga tug'ilayotgan farzandiga porok kasalligi yurakdan bo'ladi. Yurak nuqson kasalligi o'tadimi, misol uchun nasldan naslga? Yo'q. Yo'q, o'tmaydi. Masalan, misol uchun sizni yuragingizda misol uchun aytyapman, DMJP bor deylik, DMJP bor. Sizni ertaga farzandingizda shu narsa kuzatiladi degani emas. Nima uchun? Bu DMJP oyisi qornidaligingizda qanaqadir o'zgarish sabab bo'lgan sizda. Lekin siz ayolingizda shunaqa o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi siz bilmaysiz-ku. Tushunasizmi? Yurakdagi nuqsonlik hech qachon ota-onada bo'lgan, menda ham bo'ladi degan narsa yo'q. Masalan, bitta единый agneziya почки, mana bitta qiz keldi kechagi holat. Agneziya обоих почек плода deb keldi. Nima degani bu? Ikkita pochkasi ham yo'q, homila keldi. Buni adasini ham bitta pochkasi yo'q edi. Adasidan o'tganmikin degan savol berdilar. Yo'q, undan o'tmagan. Bu prosta rivojlanayotgan paytda to'liq rivojlana olmagan xolos. Nimadir sabab bo'lgan u ayolga hamda. Nimadir o'tkazgansiz, qanaqadir nimadir o'tkazdingizmi, kasallar bo'ldingizmi, nima bo'ldi desam, ha, juda ham qattiq kasal bo'ldim. Viruslar bo'lgan. Shunaqa holatlarda mana shu holat kuzatilyapti. Bilasizmi, qizami, qizilchalar o'tkazishadi boshida. Обязательно. Da, gepatitda unaqa bo'lmaydi. Qizami, qizilcha, suvchechak og'irroq holat hisoblanadi. Suvchechak ham uncha emas. Qizami, qizilcha eng yomoni. Homiladorlikda aynan o'sha birinchi 12 haftaning ichida qizamiq bo'lgan ayollarda, homiladorlarda, ya'ni homilada nuqson kuzatilish ehtimoli juda ham yuqori. Yuqori. Suvchechakda ham даже ko'rganman rosa ko'p nuqson. Qanaqa nuqson? Og'ir nuqson ko'rmaysiz. Bo'lishi mumkin bolada, tanglayda biron bir buzilishlar bo'lishi mumkin, labida defekt bo'lishi mumkin yoki ertaga tug'ilgandan keyin rechda muammolar bo'lishi mumkin-da. O'sha holatlarni kuzatganman. O'zi mana siz bilan ishlab kelayotganimizda hozir nuqsonli homila haqida gaplashdik-ku. O'zi oldin eshitmagan bunaqa ko'p yoki jamiyatimizda bunaqa ko'p kuzatilmaganmi? Hozir mana 20 yil, 30 yil menimcha mana shu 2000-yildan buyog'iga menimcha ko'p kuzatilyapti nuqsonli homila tug'ilish sabablari. 2000-yil demaylik. 2000-yilda ham bunchalik emasdi. Men oxirgi 10 yilimiz juda og'ir ketyapti. Ayniqsa Coviddan keyin вообще ko'paydi. Juda ham ko'paydi.
Nima sabab bu? Bunaqa bo'lishi? Ekologiyamiz buzildi. Ekologiya вообще buzilgan. Umuman ekologiyamiz buzilgan Behruz. Hamma narsamni o'ylab qarasangiz, men o'zim bir xil hayron qolaman. Ayollarni nuqsonli ko'rganmiz. O'zimiz ham 2-3 marta tushganmiz o'ziga endi o'ylab O'shani qaraganda. aytaman-da. Bunaqa paroklar bo'lmagan-ku. Hammamiz normalniy borib tuqqanmiz. O'sha haqiqatdan qaynonalarning gapida biz tushmaganmiz. Hammasi yaxshi, to'g'ri yaxshi tuqqanmiz. Haqiqat yaxshi tuqqanmiz-da. Lekin unaqa emas-da hozir. Mana hozir 9 oy kuzatib boradigan ayollaringiz ham kelsa, birinchi ko'rdingiz, skriningni ko'rdingiz yaxshi, ikkinchi skriningni ko'rdingiz yaxshi, uchinchi skriningda shunda parok chiqib beradi sizga. Yurakda misol uchun. Tushunasizmi? Yaxshi и раз parok. Или yaxshi ketdi-da, bir bitta shamollash o'tkazdi-da, boyaga aytganimdek, boshida suyuqlik ko'payib ketdi. Tushunasizmi? Mana yaqinda ham bittasini ko'rdim. O'zimiz patsient. Kuzatdim, skriningda yaxshi kelyapti-da, 25-haftaga kelyapti. Homilaning icheklari kengayish bilan kelyapti. Уже o'ylayapman. Bu qatta ichak tutilishi bor. Katta atreziya kishashlik ketyapti. 12 barmoqli ichakda emas, ko'rdim, chunki oshqozon oldida kengayishlar yo'q. No, ingichka ichakda bor, yo'g'on ichakda ham yo'q. Tam bo'lishi mumkin shunaqa. Endi ozgina kuzatuvga oldik uni. Kuzatish kerak, chunki boshqa hamma joyda normal holatda, ozgina suv ko'paygan, ichi oqargan, ichaklar kengaygan. O'sha o'ylaysiz, qanaqa nuqsoni bor buni. Nima uchun yoziladi o'sha nuqson? Ertaga o'sha ayol tuqqanda bolada muammo bo'lishi mumkin ichagida. Ichakda o'tkazuvchanlik buzilgandan keyin axlat og'izdan kelishi mumkin. Shunaqa muammolar bo'ladi-da. O'shanaqa narsalar bo'lmasligi uchun ichaklarni kuzatamiz. Lekin har doim ham ichak kengaydi degan shunaqa nuqson bo'ladi degani emas-da, shuning uchun kuzatuvga olinadi. Bir xillarga aytsam, ichak kengaygan desam, vohma qilishadi-da. Vohma qilish kerak emas, kuzatish kerak. Kuzatish kerak. Mana masalan keldi, ko'rdingiz, ozgina kengaygan, keyingi safar kelyapti, уже normaga tushdi. Bo'ldi. Siz ham ko'nglingiz xotirjam, homilador ham ko'ngli xotirjam. Zo'r javob bo'ldi. Jamiyatimizda ko'proq ayollar homilador bo'lmasligi uchun erkaklarimizni foizi kattami? Jamiyatimizda bepushtlikni nazarda tutyapsiz. Bepushtlik. Bepushtlik hozir teng ketyapmiz. Har doim ayollar ustun, ayollarda ko'p bo'ladi. Yo'q, hozir unaqa emas. Hozir erkaklarda ham bepushtlik juda ham ko'p. Afsuski, juda ko'p. Ko'rasiz, ayolni kuzatasiz. Folikulometriya ham qilaman-ku. Qilaman, ko'raman, hamma narsa analizlarga topshiramiz. Hamma joyi yaxshi chiqadi. Oxirida turbasini tekshirtiraman-da. O'sha ko'rgandan keyin hammasi yaxshi ekan-sanda. Xo'jayining qani deyman. To'g'risida sperma topshirib bersin, ko'raylik deymiz. Shunda topshirsa 0 chiqadi. Azospermiya, или varikoselli, или boshqa sabablarda. Уже сразу urologga jo'natasiz. Bu ayol 2 yil, 3 yillab davolanib yurgan bo'ladi. Tushunasizmi? Yana aybdor bo'lib yuradi, o'sha sabab bo'lib yuradi. Bechora ayol sababchi bo'lib yuradi. Yana qancha matonatga qolgan, qancha anaqa uyda janjallar, to'polonlar, sen aybdorsan, bepushtsan degan gaplarni eshitishga majbur bo'lgan ayol vaholanki sog'lom bo'lib chiqadi. Shuning uchun teng borish kerak-da xo'jayini bilan. Shuning uchun men ayollar kelganda har doim men endi xo'jayinlarni ko'rmayman-cham. Ko'raman, ayolni o'zi hamma narsasini normaga tushirgandan keyin shu holatda ham homilador bo'lmasa, endi xo'jayiningizni tekshirtiring deyman. Chunki sizni ishingiz bitdi, sizda уже muammo yo'q. Ayol kishida muammo yo'q demak. Yo'q, umuman emas. Umuman degan gap yo'q. Teng ketyapmiz dedim. Teng dedim. Faqat ayollarda emas bepushtlik demoqchiman. Kelgan Oldin erkaklarda kamroq bo'lardi. Chunki hozirgidek energetik chiqmaydi-da, oldin unaqa bo'lmagan, energetiklar yo'q edi. Energetik, elektrichеский. Sigaretlar, вообще hamma narsa ta'sir qilyapti hozir. Umuman hamma narsa ta'sir qilyapti. O'sha uyqumiz ham, gadjetlar ham, telefonlar ham hamma narsa ta'sir qiladi. O'shaning uchun ham yoshlarimizda ozgina muammolar bo'lyapti hozir. O'zi energetik ichish o'zi qanchalik siz o'z fikringiz to'g'ri? Ayollar homiladorlik vaqtida homiladorlik vaqtida emas, umuman homilador bo'lmagan vaqtda ham energetikga men qarshiman. Homilador ayollarni ham kuzatamiz-da, to'g'risi. Kuzatamiz. O'zim ko'p ko'raman. Ko'chalarda, har xil restoran, kafelarda homilador ayollar ham energetik ichimliklar, spirtli ichimliklar, viskilar ichib o'tirishadi. Endi o'sha mana homilador ayollar mana shunaqa narsalar ichganda homilangizga hamma narsa to'g'ridan to'g'ri borishini his qilish kerak-da. Avvalam onaligini his qilish kerak. Misol uchun siz o'zingiz ichayotganingizda ham o'zingiz jigaringizga sal rahmingiz keladi-da. Endi farzandingiz bo'lib turib, qorningizda agar shuni ichayotgan bo'lsangiz, endi problema o'zingiz miyangizda bo'ladi-da o'sha. Boshqa joyda muammo yo'q-da.
Anaqada ham bitta homilador ayol keldilar, xuddi shunaqa. Sigaret chekar ekanlar. Endi bilasiz-ku, oldingizga odam kirsa bilasiz-u, sigaret chekadi, chakmaydi. baribir. Ustidan hid kelib Hid turadi-ku. keladi. 18 hafta homilador, ko'ryapman hamma narsani. Уже meni ham tilim sal yomonroq-da. Turdim de. Chakkanmisiz dedim. Chunki xo'jayini yo'q endi masalan xo'jayini bilan kirsa ham xo'jayini chakkan derdim. Keyin ha men chakdim, bilinyaptimi deyapti-da. Menga bilinishda emas, deyapman. Hidi kelyapti dedim. Endi shu hid menga chon kelyapti. Homilangizga nima bo'lyapti hozir deyman. Nima ta'sir qiladimi deyaptilar. Nega ta'sir qilmaydi? Qanaqasiga ta'sir qilmasligi uchun? Men hozir nafas ololmayman siz oldingizda dedim. Endi ichingizdagi homila nima bo'ldi? Har kuni nechta chekasiz? Ja bir pochkaga bormaydi. Ayol kishi aytadi. Ja bir pochkaga bormaydi. Bir pochkada nechta? 10 ta bo'ladimi? 20 ta bo'ladi adashmasam. Demak 10 tadan ko'p chekadi, to'g'rimi? Sigaret. Ну вот, shunaqa. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun aytaman, odam birinchi o'zini miyasini davolash kerak-da. Homiladorlikka ham tayyor bo'lib, keyin ko'tarish kerak homilani. Miomani operatsiyasiz davolasa bo'ladimi? Bu kasallik nimadan kelib chiqadi o'zi ayollarda? Ayollarda eng birinchi mioma kelib chiqishining sababi gormonal fonda изменение. Gormonlaringiz o'zgarib ketgandan kelib chiqadi. Endi gormonlaringiz nima sababdan o'zgarib ketadi? Stresslardan o'zgarib ketadi birinchi o'rinda. Ayol turmush tarzi normal holatda bo'lsa, gormonal fonda o'zgarishlar unaqa bo'lmaydi. Bunda gormonlar mana keladi-ku, miomasi bilan kelgan ayollarga qarasam, u ayolning hayotida katta mashaqqatli hayot o'tgan bo'ladi-da. Katta problemalar bo'lgan bo'ladi. O'shani hisobiga balki uyqusiz tunlari bo'lgandir. Balki qanaqadir uyda o'zgarishlar bo'lgandir. Gormonlarda juda katta o'zgarishlar, shitavidniy железа, ya'ni muqolada o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Har xil holatlarda o'sha miomalar kelib chiqadi. Miomalarni davolashga keladigan bo'lsak, miomalarni, kichkina miomalarni ham davolash qanaqa? Mana misol uchun mioma bor deylik. Miomasi katta, 7 ta 8 ta miomasi bor deylik ayollar. U davolamoqchi, oldirmoqchi. Tashqari tomonga subsirozni o'sgan bo'lsa, oldira olasiz miomani. Lekin ichki tomondagi, ya'ni intramuralniy miomani oldirishi qiyinroq, sal muammoliroq, chunki mishsani ichida bo'ladi. Submukozni bo'ladigan bo'lsa, ya'ni matkani bo'shlig'ida bo'ladigan bo'lsa, uni oldirsangiz bo'ladi. Miomani ham har xil turlari bor, shunga qarab bo'linadi o'sha klassifikatsiya bo'yicha. Qanaqa oldirasiz, qaysini oldirmaysiz? O'shaning uchun sizga aniq mana bunisini oldirasiz deb aytolmayman. Individual tanlanadi lecheniya. Lekin miomani asosiy lecheniyasi baribir gormonal fon bilan bog'liq bo'ladi. Gormonlar bilan davolaysiz. Misol uchun adenomioz yoki mioma bilan ayollar keladigan bo'lsa, submukozniy miomasi bo'lmasa, ularga ko'proq Mirena spiralni qo'yishni maslahat bergan bo'lardi. Чтобы o'sha gormon chiqarib turadi, o'zidan gormon chiqarib turgan hisobiga ozgina ularga klinik vohliroq keltirib, masalan, tug'maydigan ayollarga aytasiz-da uni. Tug'moqchi, lekin 8 ta miomasi bor ayolga qo'yib qo'ymaysiz-da uni. Tushunasizmi? O'shaning uchun individual tanlanadi-da. O'sha spiralni qo'yib sekin-sekin klinikga o'tkazgan holatda to'xtatsa bo'ladi. To'xtatsa bo'ladi, ha? Lekin uni so'riltirib yo'q qila olmaysiz. Mana ko'pchilik o'zi mana konsultatsiyaga kelishdan oldin mana Instagramda ham, Telegramda va kommentariyada ko'pchilik yozishadi-ku, Asila opa rasmga qarab menga konsultatsiya berib oling deydiganlar juda ko'p. Hozir bu podkastimizda va Instagramga qo'yadigan videomizga ozgina tushuncha berib ketsangiz, qanaqa qilib o'zini vrachman degan ginekolog rasmdan ko'rib turib konsultatsiya berish mumkin va u qanchalik to'g'ri bo'ladi? Qanchalik to'g'ri emas, u umuman noto'g'ri. Umuman noto'g'ri. Bunga umuman qo'shilib bo'lmaydi. Chunki siz videoda yoki qo'lingizda rasmda ko'rib yoki birov zaklученияsi bilan biror narsa deyishingiz qiyin-da, bexos o'zingizni ko'zingizga ishonasiz-da odam. Tushunasizmi? Mana bugun ham bitta patsiyentim keldilar, balki eshitayotgandirlar ham. Yaxshi klinikalarga borib tushganman deyaptilar. 2 shoxli bachadan chiqyapti ularda. Aslida men yaxshi joylarga tushganman, bo'lishi mumkin emas deyaptilar. Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas? Men bor narsani aytyapman sizga. Men yo'q narsani sizga to'qib chiqarayotganim yo'q, borini aytyapman. Men sizga qayerdan tushdingiz, kimga tushdingiz demayapman dedim. Menga ahamiyati yo'q. Lekin sizda 2 shoxli bachadon. Shunaqa holat deb aytsam, hayron qolyaptilar ular ham. Ular menga masalan qog'oz tashlasalar, misol uchun. O'sha qog'oz tashiydilar, to'g'rimi? Qayergadir tushgan qog'oz. 2 shoxli emas, 1 shoxli bachadon deb yozilgan misol uchun. Siz uni davolashni boshlaysiz. Lecheniya qilasiz, effekt bo'lmaydi. Natija nol. Natija yo'q.
Ko'rasiz, xuddi shunaqa holat. Bizada rosa ko'p tashlaydi direktda. Mana buni ko'rib bering, qog'ozni ko'rib bering, qanaqa holatdaman yoki nima qilishim kerak. Men bilmayman uni. Ko'rmasdan nima deya olaman? Yoki ayollar tashlaydi. Men homiladormikinman, ko'rib bering. Qanaqa qilib ko'rib beraman? Qanaqa qilib ko'rib berish mumkin uni? Или testdan tashlaydi. Xo'p, testidan-da aytasiz, ha, sen homiladorsan, sen homiladormassan, testda chiqqaniga qarab, lekin men testga ham 100% ishonmayman. Testdan mana ikkita bo'lib chiqadi bir xillar. Siz bilmaysiz-ku, mana testda chiqdi, misol uchun ikkita chiziq chiqdi. Lekin u bachadondan tashqari homiladordir. Bilmaysiz-ku, bachadondanmi, bachadondan tashqaridanmi? Unaqa holatlar ham bo'lishi mumkin demak. Конечно, bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz hech qachon onlayn sanda mana shunaqa holat deb aytolmaysiz. U noto'g'ri. U savolni o'zi berayotgan odam boshi bilan o'ylash kerak miya bilan. Qanaqa beryapman? O'zing vrachingga chiq, kelolmaysanmi? Пожалуйста, vrachlarga chiqinglar. Ko'rsin, vrachlar maslahat beradi. Ko'rsin ko'zi bilan. Ularga ham onlayn tashish kerak emas, ularga ham borish kerak. Hozir odamlar esa dangasib ketgan. Onlayn ishi bitsa bo'ldi. Sog'lig'ingizni ishi bitmaydi onlayn. Bitmaydi hech ham. Kelib baribir ko'rikka yozilib, Albatta. konsultatsiyadan borib ko'rish Chunki kerak baribir. albatta, mana men o'zim emasam bo'lmasa ham, men o'zim vrach bo'lsam, masalan, nevropatolog kerak a menga. Men hech qachon menga onlayn yozib ber demayman. Chunki men ko'rmasdan qanaqa yozadi u? Boraman o'sha, o'zimni o'rtoqlarim oldiga boraman, kursdoshlarimga kutib, o'chirtimni kutib kiraman. Tushunsa, borib ko'rinaman albatta. U menga shunchaki yozib bergan narsasi kerak emas. Misol uchun boshim og'riyapti. Sababini bilmayman, nima boshim og'riyapti. Balki qon aylanishim yaxshi emasdir. Balki anaqa cherepnoy davleniyam bordir-da, или boshqa narsa o'sib chiqayotgandir yoki gaymaritm bordir, bilmaysiz-ku. Shuning uchun borib, tekshirtirib, anig'ini bilib, keyin lechenniy olish kerak. Siz ko'rona masalan, qo'shningiz yetdi, boshi og'riyotdi, sitramon ichdi, bu qo'shningiz yetdi, boshqa narsa ichdi, o'shalarni ichib yuraverasiz, bo'lmasam sababini bilmaysiz. Xuddi shunaqa. Vaqt o'tgani Kasal o'zigada avjiga chiqqani qoladi. Hozirgi paytda mana Toshkentda ham mana ko'p mana har bir soha vakillari, ginekologlar ko'p, misol uchun. Asli opa, siz mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham, Instagramda agar ko'pchilik tanishyapti, bilishyapti, videolaringizni ko'rib maslahatlaringizni olishyapti va ko'rigizga kelishyapti. Baribir har bitta insonni baribir o'ziga mana sizga keladigan patsientlar homilador ayollar. Sizni aynan nimangizni hurmat qilib yoki qaysi ish jamiyatda ish vaziyatingizni ko'rib turib siz yoningizga keladi, misol uchun. O'zlarining fikrlari, patsientlari. Hamma narsani bittalab gapirib tushuntirishimni yaxshi ko'rishar ekan. Bittalab. Shunaqa deb aytadi, hammaligi shunaqa deb aytishadi. Hattoki men skrining qilayotganimda ham ayollar shundan xursand bo'ldim, demak shunaqa qilinmas ekan. Bittalab hamma narsani ko'rsatar ekansiz, hamma narsani bittalab gapirib berar ekansiz. O'shanisi yoqdi menga deydi. Uvering ketadi-da o'ziga, uvering ketadi, что men homilamda hamma narsasi bor degan narsa. Bo'ladi, lekin mana semizroq, to'laroq ayollar keladi, ko'rish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. O'zim qoniqmayman bir xillar. O'ziga ham aytaman, men qoniqmadim ko'rikdan. Bo'ladi-da, chunki jirovaya kletchatkasi juda ham qalin ayollarda ko'rik juda qiyin o'tadi. Siz eksportni zo'r apparatda ishlasangiz ham, masalan, men apparatim juda ham zo'r apparatda ishlasam, yonboshidan ko'rishga harakat qilaman. Chunki oldidagi qorinni atrofidagi o'sha yog' bezlari ko'p bo'lgan hisobiga yaxshi ko'ra olmasligingiz mumkin-da. O'sha paytda qoniqmayman. Biz yoqqa o'giraman, bu yoqqa o'giraman, ish qilib amallab ko'raman. Lekin ko'rmaguncha bo'lmaydi baribir. Demak, homiladorlik vaqtida ayollarimizga tavsiyangiz ozg'inoq bo'lishlari kerak. Endi umuman o'zi homilador vaqtida emas. O'zi hayotda hamma ayollarimiz ozg'in, o'zini bo'yiga mos normal holatda yurish kerak. Juda ham semirib ketish ham bu ham yaxshi emas. Obunachilarimizdan kelgan saraton kasalliklari ayollarimizda homiladorlik vaqtida kelib chiqishi mumkinmi? Saraton kasalligi deganda qarang. Aynan o'sha bizning saraton o'zi o'sma deymiz-ku, u organizmda hamma joyda bo'lishi mumkin, hammamizda. U immunitetingiz eng tushgan paytida uyg'onadi. Hozir hammamizda bo'lishi mumkin. Hammamizda bor. Saraton hammamizda o'z organizmimizda bo'lishi mumkin. Hammamizda bo'lishi mumkin. Immunitetingiz masalan siz juda ham qattiq immunitetingiz tushib ketdi. O'sha paytda sizda uyg'onishi mumkin o'sha. O'sma kasalliklar. Homiladorlikda ham albatta bo'lishi mumkin. Siz bilmasdan turib homilador bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin. Ko'rganman unaqa ayollarni ham. Chap tuxumdonda o'sma, qo'atda o'sma va homila.
Bu o'smani bilganlar, lekin aynan rakligini bilmaganlar albatta. Lekin homilani bilganlar, что shunaqa homilasi bor. Men eslayman 6 oylikda ko'rganmiz u ayolni. 6 oyligida ko'rsam, chap tuxumdonda judayam katta hosili. Juda katta hosili. Ko'rib shunaqangiz bor ekan desam, ayol shokda. Men o'zim shokdaman, yetkiza olamizmi yo'q, onkologiyaga jo'natdik. Ximiya qilish kerak deyishdi ularga. Endi ximiya ola olmaymiz, chunki qorinda bola bor. Ko'ryapsiz, qanaqa holat, 3 oyda nima bo'ladi, nima qo'yadi uni bilmaysiz. Lekin ayol tug'dilar, udachli, o'zlari tug'dilar. Keyin Oldirdilar, tuxumdonni oldirdilar. Hozir ham yaxshilar. Bu Allohning asragani. Lekin hammada shunaqa bo'ladi deb aytolmaysiz-da, Behruz. Men bitta eng kichkina qizda ko'rgan saraton, bachadon matkada katta saraton ko'rganman. 14 yosh ekan. Eslayapman, 14 yosh, 2017-yil. Endi oxirgi stadiyada qiz kelganda, oxirgi stadiya уже shunchalik o'sib ketgan, o'lchaganingizda shunchalik kattaki 1,5 kilogrammga to'g'ri keladi. Mana homilani o'lchaganda qanday o'lchaysiz? Xuddi shunaqa katta qilib o'lchayapman. Katta 27 haftalik homilaga to'g'ri keladi deb o'lcham. Shunchalik katta. Onasidan so'rayapman, nahotki sezmadingiz, qorni kattaligini qarang, nahotki sezmadingiz, 14 yosh qiz. Sezmadingizmi shuni? Hayz kelyapti desam, o'sha hayzi kelib yurganda, hayz emas-ku, undan qon ketib yurgan. Doimiy ketib yurgan. 7 oydan beri qon to'xtamadi dedi. Nahotki vrachga olib bormadingiz? Olib bormaganlar. 10 kun ichida qiz o'ldi. 10 kun. Bu oxirgi stadiyada olib kelganda, o'sha qiz og'riqqa chida olmagani uchun olib kelganlar. Bo'lmasa olib kelmasdilar. Ko'ryapsizmi, mana shunaqa holatlarimiz ham bor-da, Behruz. Men shunga hayron qolaman. Shunchalik farzandga befarq bo'lish mumkinmi? Bolangiz biron joyi og'risa, yugurib borasiz-da. to'g'ri. O'zingiz ishingizni ham tashlaysiz, hamma narsangizni tashlaysiz. 10 kunda eshitdim. Onkologiyaga jo'natdik, srazu aniqlandi, o'sha kunning o'zida jo'natganman onkologiyaga. Borsin, tasdiqlandi, o'sha ertasi kuniga oyisi aytdilar, mana shunaqa ahvol og'ir. O'sha 10-kuniga bildik, что shunaqa ahvolimdan o'tdi. U o'zi mana shu yosh qizda o'zi saraton shunaqa darajada rivojlanib ketishiga o'zi nima sabab bo'ladi o'zi? Boyaga aytganimdek. Saraton hujayralar hammamizning organizmimizda bor. Boyaga aytgandek, hammamizda bor. O'qisangiz ham bo'ladi. Hammamizda bor. U qachon uyg'onishini, uyg'onmasligini siz hal qiladigan holatda. Immunitetingiz tushmasa, hamma narsaga nervni qilavermasangiz, o'zingiz mana raklar, onkologiyalarni bir o'ylab ko'ring, qanaqa holatda onkologiya ayollar yoki erkaklarning onkologiyasini kuzatsangiz, aynan hayotda qiynalganda, o'zi siqilgan odamlarda ko'p kuzatiladi. Bor, zo'r yashagan odamlarda ham bor, zo'r yashayotganlarda ham bor. Lekin ularni ham hayotini o'ylab qarasangiz, qachondir nimadirlar o'tkazgan bo'ladi-da. Har bitta mana patsiyentda mana men shunaqa xarakterli insonman deb aytganingiz qaysilar bo'lsa. Mana kelgan sizga yoningizga kelgan homilador ayollar fikrim, hayolimni agar misol uchun nuqsonlimi yoki homilasi holat og'ir bo'ladigan bo'lsa, fikr hayolimdan ketmaydi. Koshki u yaxshi bo'lib ketgunigacha yoki bilan qanaqadir holatga kelguncha. Ko'pchilik mana ko'p vrachlar, ko'p doktorlar ko'zi o'rganib ketaverishadi yoki xirurglar operatsiya qilib, ili ginekologlar sizda nimaga aynan unaqa har bitta patsiyentga individualniy ahamiyat berib va qanaqadir muammosi bo'lsa, o'zingizni xuddi misol uchun singlingiz yoki farzandingiz holatga tushganda ko'zingiz borasiz. Har doim shunaqa bo'lganman. Oldindan shunaqa bo'lganman, hozir ham shunaqa. Masalan, aytmayman, kecha o'sha pochkasi yo'q deb ketdimi? O'tirishib siqildim-da, o'shanga ham. O'tirib ancha siqildim. Aytaman, lekin mana harakat qilaman yig'lamasdan aytishga. Shunaqa kecha ham aytdim ularga. Ahvol mana shunaqa. Umuman homilani suv qolmagan, pochkasi yo'q. Aytmayman, lekin koshki deb bo'lsa deysiz-da. Balki bittasi bordir, opa, ko'rmayotgandirsiz dedi. Qaniydi bo'lsa deyman. Qaniydi bo'lsa-yu, men ko'rmasam, men xursand bo'laman. Siz ko'rmabsiz desangiz ham mayli-da. Tushunasizmi? Siz ko'rmabsiz deb menga pretenziya qilsa ham mayli. Lish bu o'sha bolasi yaxshi chiqsa-yu, ma'dashgan bo'ling. Qanida? Bunaqalar ko'p bo'ladi. Behruz unaqa qo'yib olmas ekanman, xarakterim bu. Men qo'yib olmayman. Undan keyin ham shunaqa bo'lib qolsam kerak. Chunki men kecha ishga kelgan odam emasman. To'g'ri, to'g'ri. Kecha kelganim yo'q, lekin shu holatda qolganman-da necha yillardan beri. Misol uchun hamma kasalimni o'sha og'ir holatdagi kasallarni, patsientlarni hammasini eslab qolganman. Og'irlarni, yaxshilarni eslab qolmayman. Chunki yaxshi-ku ular.
bular uchun siqilish kerak emas, eslab qolmayman. Lekin mana og'ir holatdagilar har doim esimda qoladi. 3 yildan keyin kelsa ham esimda qoladi. Hozir aytib berganingizdek, xuddi 2017-yilgi qiz Mana voqeasi shu kabi. qolgan, ha, qolgan. Xo'p, 26 bo'lsa, 3-9 yil. 9 yil. Haligacha esingizda. Har bitta sizga kelgan. Haligacha esimda. Zo'r. Ayol homilador bo'lsa, Mhm. turmush o'rtog'i Mhm. farzandini dunyoga keltirguncha o'ziga qanchalik mas'uliyatni kuchli olishi kerak erkaklarimiz. Ko'pchilik mas'uliyatni olishni bilmaydi. Men yosh bo'lishimga qaramasdan, kelajagini ham o'zimga plan qilib qo'yganman-da. Qanaqa darajada bo'lishi kerak? O'zi meni ham bilasiz, Yo'q, aynan xarakter. homiladorlik paytida erkak Homiladorlik. kishi butun mas'uliyatni olishi kerak baribir. O'sha ayolga to'liq qarash mas'uliyatini. Nega unaqa boshqacha qarayapsiz? Yo'q, men o'zim bilaman-da, demoqchi bo'lganim, yosh bo'lsam ham qanaqa qarash kerak, qanaqa e'tibor qilish kerak, qanaqa holatda qanaqa qaror qabul qilish Chunki mana kerak. qarang, ayollar qanaqa bo'lib qoladi, emotsionalniy bo'lib qoladi o'sha paytda. O'zi o'sha 9 oyi erkak kishi uchun juda og'ir kechadi. Ayollarga ham, erkaklarga undan ham og'ir kechadi. Bitta katta odam yosh bola bo'lib qoladi-da. Shu 9 oy. Yosh bola bo'lib qoladi. Lekin o'tib ketadi u payt. O'sha 9 oy o'tkazib berish kerak-da. O'sha 9 oyga sabr qiladigan erkaklarimiz juda kam. Lekin o'tib ketadigan holat. Sizga 3 ta tug'ib beradi o'sha ayolingiz yoki 2 ta tug'ib beradi yoki bitta farzand ko'rasizlar. O'sha period hammamizda bor. O'sha 9 oy o'tkazsa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin o'sha paytda ajrimlar juda ko'p. Chidamaydigan erkaklar juda ko'p. Lekin erkaklar ancha tushunib qolibdi. Mana hozir men o'sha xotin xo'jayini bilan keladi-ku. Ancha erkaklarda o'zgarish bor, ko'z tegmasin. Yo'q. Juda. Mana bizani paytda unaqa bo'lmagan. Haqiqatan erkaklarimiz unaqa bo'lmagan. Tushunish qiyinroq bo'lgan erkaklarni tushunmagan shu narsani. O'sha ongli erkaklar ancha tushunishyapti hozir. Yo'q emas, boyaga aytgandek guruch qurbesiz bo'lmaydi-yu, bor shunaqalar umuman ayollar tushunmaydigan xo'jayinlar bor. Lekin ancha o'sha o'sish bor. Yoshlarda ayniqsa ancha mana o'zingizga o'xshagan, o'zingiz tengilarda ancha o'sish bor. Даже mana shu ayollar engasha olmaydi deb oyoqlariga kiygizib qo'yishyapti. Vaholanki agar shunaqa biza paytda erkaklar shunaqa oyog'iga kiygizib qo'ysa nima deyishardi? Voy erkak emas ekan, xotinni oyog'igacha kiygizyapti. Aslida unaqa emas-ku. Ayolingizga qarash bu menimcha uyatli joyi yo'q. O'sha 9 oy o'tadi ketadi, qaytmaydigan payt u. Bu ayoli ham o'zini zurriyotini dunyoga keltiradi-ku. Albatta. O'shani tushunsa qani? Hamma tushunmaydi-da. Lekin Asila opam o'zlari ham ayrim erkaklari shu tushunib kelyapti. Erkaklarimizga sabab bo'lyapti, lekin siz o'zingiz videolaringiz, ijtimoiy tarmoqdagi mavzular yaxshi tomonga o'zgarsa zo'r. Aziz do'stlar, bu podkastimizni Asila opam bilan suhbat qildik va sizlar kommentariyada qoldirgansizlar Instagramda shu savollarga javob oldinglar degan umiddamiz. Asila opa, bugungi suhbatimiz qanday bo'ldi o'zingiz fikrlaringiz? Allohga shukr, rosa ham yaxshi. Har doimgidek siz bilan gaplashish har doimgidek maroqli. Yengil o'tdi axir. Yengil. Zo'r. Keyingi podkastimizda ham nasib bo'lsa, qanaqa savolinglar Asila opamdan, qanaqa sizlar savol qiynayapti aziz do'stlar? Bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, charchamanglar.